Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ko'p yasha. Baxtli bo'l. Baxtli bo'ling qizim. Namuncha piyolani to'ldirib choy qo'yding, ha? Yarim piyoladan ham kamroq qo'yishing kerak. Hozir qo'lim kuyadi-ku, buni qanday ushlayman? Uzr xolajon. Xolajon emas, oyijon. Uzr, oyijon. Voy, nima qilganing bu? Odam sharmanda qilma. Birinchi bo'lib choyni uyda kattasi qaynotangga uzatasan. Hol aylanib o't. Dadajon. Rahmat. Qaltiramay, dovdiramay, dadil. Yana ko'p quyding. Bo'ladi. Hayajonlanmang. Oling, choy iching. Ol, nima hech narsa yemayapsan? O'qishga ketishim kerak. Bor o'g'lim. Qanaqasiga bor deysiz? Hech bo'lmasa kichkina chillang chiqarib ol. Esing joyidami? Oyi, O'qishga borish kerak. Sessiya topshirish kerak. sessiyalarim bor. Uni ustiga chillasi chiqsin deb kutib o'tirishmaydi o'qishimdagilar. Shunaqa, boraver. Xo'p, yaxshi o'tiringlar, dada. Bu hozir menga zarda qildimi? Ha? Men buni uylantirib qo'ysam rahmati shumi menga? Zarda qiladi. To'g'risini aytdi. To'r yeringni kuzatib ol. Qanaqa ayolsan o'zi? Yoshlarni yashashga bergin, o'smasak qilasan bunaqada. Nima? O'smasak. Endi nimalar deyaverasiz o'zingizcha? Men tarbiya qilganimda oraga suqilavermang, xo'pmi? Keyin kim yomon, qaynona yomon, kim yaxshi, qaynota yaxshi bo'lib qoladi. O'zingiz aqlli Bu ko'rsatavermang, gaplardan keyin ishda ham kamday bo'ladi mana. Rahmat, choydan qo'y. Men qo'yaymi endi, kelin bo'lib turib uyda. Kelin yo'q, sen qo'yasan, kim qo'yadi boshqa? Alo.